gapirmaysan. Gap değiştim. Yok. Şu hocaga gapiga man hali yerda qolmasin endi. 10 milyonga bermadim. Yo'q, endi uni gapirmang. Sizga 1 million o'tib beraman man. Mana abi ikkalasi 64 ming so'mdan tortib olishga tarozga, tirix vaznga baraka bo'lgan. Ko'rasizlar. Videoni kuzatib boringlar, mana shu mollarimizni necha kilo chiqqanini qo'yamiz xudo xolasa. Sizlardan iltimos like va obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana bugun 11-mart sanati haftaning seshanba kuni. Biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanining Do'rmanchi mol bozoridan mollarni arzonni qo'ldan kelgan harakat qilib ko'taramiz. Sizlardan iltimos like va podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Mana hurmatli obunachilar, bugungi arzonlarimizni birinchi bo'lib munojilardan boshlaymiz. Hormay, assalomu alaykum. Necha pul qilishdi ekalasini? 11 ga bermadingiz. Mana ikkala munojichamiz 11 million so'mga berishmayapti mana. Bo'ylari 50 santidan balandroq chiqadi. 11 million so'mga berishmayapti. Aka necha pulga bermadingiz buni? 4 million so'mga bermayapti mana. Munojichamiz. Gap yo'q buni. 4 million so'mga bermayapti shu munojichamiz. Bo'ylari 50 sant atrofida chiqadi. Aka bu munojilarni necha pul qilishdi? Necha pulga bermadingiz? 6 million 500 ming so'mdan berishmayapti mana shu munojichalarimiz. Gap yo'q. 6 million 500 ming so'm. Gap yo'q. Tog'a necha pul qilishdi buni? 5 millionga berishmayapti mana. 5 millionga baraka bo'ldimi 5 millionga? 5 millionga berishmayapti. 5 millionga gap yo'q. Aka, hormay, assalomu alaykum. Necha pul qilishdi bularda aka? 57 da. 57 dan bermayapsiz. Buni 5 millionga bermadim, 57 dan. Mana abi ikkalasini 5 million 700 ming so'mdan berishmayapti ekan, bunisini 5 million so'mga berishmayapti ekan. Ha, Jaydari. O'rda ko'cha. Gap yo'q. Mana buni 5 million so'mga berishmayapti. Aka, bu hunojini necha pul qilishdi? 5 million. 5 millionga bermadingiz. Ha. Mana hunojimizni 5 million so'mga berishmayapti mana. Hurmatli obunachilar, ko'rasizlar. O'rda Hormay aka. Necha pul qilishdi buni? 6. 6 million so'mga yana berishmayapti ekan mana. Munojichamiz 6 million so'mga berishmayapti ekan. Hurmatli obunachilar, ko'rasizlar. Bering boyba. 6 million so'mga berishmayapti. Aka necha pul qilishdi buni? Ya bular. Ha. Barakami? Ana. Mana 6,5 million so'm so'rashyapti mana shu hunojlardan. Qo'llarini shashtiribdi. Necha pul qilish bulardi? 14 million 300 bermaysiz. Sana hurmatli obunachilar, ikkala hunojinchamizni 14 million 300 ming so'mga yana berishmayapti ekan. Gap yo'q. Mana hurmatli obunachilar, mana shu yerdan chiqqan mollarning narxini so'rang. Aka, necha pul oldi bu uchalasi? 35. 35 million so'm bo'lgan uchalasi. Gap yo'q, barakasini bersin. Uchalasi ham o'ta chiroyli. 35 million so'm. Aka, necha pul oldi mollar? 40 million bo'ldi. 40 million so'm. Hunojimi bular aka yo novoschi? 40 million so'm bo'ldi mana. Novosilar. Mana bu yerda ikkitasi, yana ikkitasi chiqyapti. Sayat ikkitasi qolib ketdi-yu. Gap yo'q. O'ta ko'chati chiroyli novosilar ekan. Aka, novos necha oldi? 43 million 500 ming so'm bo'ldi. Xo'sh. Necha pul oldi? 28 million 200 bo'ldi alaykum. Mana shu ikkalasi 28 million 200 ming so'm bo'ldi. Gap yo'q. Bu qayerda qolib ketdi? Vash to'talasi 40 million bo'ldi. Mana ikkitasi, 40 million so'm bo'ldi, gap yo'q. Ya rahmat aka, sog' bo'ling. Qo'ylar necha pul oldi aka? 28 dan 2 million 800 ming so'm bo'ldi mana.
Bu hunajin nechi pul oldi? 96. Dan 9 milyon 600 ming so'm bo'libdi mana hunajimiz. Nechi pul oldi aka? 20 milyon so'm bo'libdi mana, gap yo'q. Novasiz. Aka nechi pul oldi? 17 milyon so'm bo'libdi ko'chat novasiz. Baho beringlar, 17 milyon so'm. Gap yo'q. Aka nechi pul oldi? 7 milyon 400 ming so'm. Hunajin aka 7 milyon 400 ming so'm bo'libdi mana. Barakasi bo'lsin. O'ta chiroyli narxlar. Hurmatli vatandoshlar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlardan iltimos. Aka, shvetimiz nechi pul oldi? Bilmayman degan narx ekan. Qo'y. Ammo ash kachuk ekan. O'zlari chiqib ketaman deb qoldi. Nechi pul oldi aka, qo'y? 4 milyon 200 ming so'm bo'ldi. 4 milyon 200 ming. Aka nechi pul oldi ekalasi? 12 milyon so'mdan bo'ldi mana ko'chat novoschalarimiz. Gap yo'q. Barakasini bersin, o'ta chiroyli. Aka novos nechi pul oldi? Ha? Nechi pul dedi aka? 26 milyon. 26 milyon so'm bo'ldi. Gap yo'q. Azbek aka nechi pul oldi ko'chat? 12 milyon 200 ming so'm bo'ldi mana ko'chat novoschamiz. Qora aka nechi pul oldi? Nechi pul? 9 milyon 500 ming so'm bo'ldi mana. Ko'chatni. Bo'ldi, qani egasi? 9 milyon 500 ming so'm. Gap yo'q. 12 milyon 200 dedingizmi buni? Tezda teşekkür ederim. Hurmatli obunachilarni ko'raverasizlar. Narxi olib o'tayam shikolat. Nechi pul oldi aka qo'chqor? 3 milyon 400 ming so'm bo'ldi mana. Hurmatli obunachilar, qo'chqor. Qo'ylar qiziqib kelgan. 3 milyon 400 ming. Aka nechi pul oldi? 9 milyon 300 ming so'm bo'ldi mana. Hunajin aka ko'raverasizlar. Novos nechi pul oldi aka? Aka nechi pul oldi? 23. Ikkalasi 23 o'tdi. Aka nechi pul oldi buzuvchi? 8 milyon 500 ming so'm o'tdi novoschamiz. Ey qo'y. Çok bu ya. Vaqt ot bilan sutani. Güzel aka. Aka qo'chqor nechi pul oldi? 3 milyon so'm. O gap yo'q. 3 milyon so'm bo'ldi. Novos nechi pul oldi aka? 32 milyon so'm bo'libdi mana novosimiz. Jonimdan. O'ta chiroyli. Nechi pul oldi novos? Nechi pul oldi sirimiz? 16 milyon so'm bo'libdi mana. Qisir ekan. Gap yo'q. Aka nechi pul oldi hunajin? 14 milyon so'm bo'libdi. Bug'oz ekan. 14 milyon so'm. Aka nechi pul oldi? 19 milyon so'm bo'libdi novosimiz. 19 milyon so'm. Aka ko'chat nechi pul oldi? Ko'chat nechi pul? 17 milyon 800 ming so'm. Bug'oz ekan mana. 17 milyon 800 ming so'm. Gap yo'q. Aka ko'chat nechi pul oldi? Bilishmas ekan narxini. Aka sir nechi pul oldi? 15 yarim. Ha, sirimiz 15 milyon 500 ming so'm bo'libdi. Bolasi hunajin ekan. 15,5 milyon. Ha, novoscha ekan bolasi. Novoscha ekan bolasi. 15,5 milyon so'm. Aka nechi pul oldi? 14 milyon 200 ming so'm. Bug'ozmi bu? Ha, ina bola ekan bu. 14 milyon 200 ming so'm bo'libdi mana enasi. Mana bolasi bu tarafda ekan. Bu bolasi o'ta chiroyli ekan. 14 milyon 200 ming so'm. Gap yo'q. Bolasi o'ta chiroyli ekan.
9 milyon so'mdan bo'pti mana novvoschilarimiz. Hurmatli obunachilar, ko'raverasiz. Ha, bunisi ham 9 milyon so'mdan bo'pti ikkalasi. Nech pul oldi? 20 milyon so'm bo'pti mana novvosimiz. Ko'raverasizlar. 20 milyon so'm. Aka ko'chatlar nech pul oldi? 27 milyon so'm bo'pti jupiga. Ko'raverasiz, 27 milyon so'm. Baho beringlar hurmatli obunachilar. O'ta baquvvat novvoschilar ekan lekin 27 milyon so'm. 13 milyon 500 mingdan. Ha bo'ldi. Aka nech pul oldi? 26 faqat. 26 milyon so'm bo'pti mana. Ikkalasi jupiga 26 milyon so'm. Yo'q, Qo'chqorga qiziqadiganlar bormi? Mana ko'rib qo'yasiz. Aka nech pul oldi? 9 milyon so'mga bermadi. Yo'q, gap yo'q ana. 9 milyon so'mga berishmadi mana. Gap yo'q. 9 milyon so'mga berishmadi. Novvoschilar nech pul oldi? 16 milyon 150. Şunacım bu. Hunojin aka mana 12 milyon 150 ming so'm bo'pti ikkalasi jupiga. Ko'raverasiz hurmatli. Mana bu Qo'chqor hunojinlardan go'dal ekan aka, go'dal. Tog'a nech pul oldi? Nech pul oldi aka? 15 milyon 700 ming so'm bo'pti mana shu novvosimiz. Nech pul oldi? 8 milyon so'm. Mana hurmatli obunachilar mana. Endi biz o'chamiz 7,5 milyon so'm bo'pti mana ko'raverasiz. Novvoscha ekan. Gap yo'q. Charchab qolibdi mana. 7,5 milyon so'm. Nech pul oldi? 32. Mana ikkalasi 32 milyon so'm bo'pti hurmatli obunachilar ko'raverasiz. Qizil bilan oq. Alo. Qayerda turibsan? Aka nech pul oldi bu? 93,5. 9 milyon 350 ming so'm bo'pti mana. Hunojin aka. 9 milyon 350 ming so'm. 6 milyon bo'ldimi aka? Mana ikkalasi 3 milyon so'mdan 6 milyon so'm bo'pti endi biz ularimiz. Hunojimniki aka? Boshqa bormi? Hunojimniki ikkalasi ham? Hunojin. Ikkalasi ham mana hunojin ekan. 6 milyon so'm bo'pti ikkalasi jupiga. 3 milyon so'mdan. Gap yo'q mana. Endi biz o'ga qiziqqanlarga mana. Narxlarni ko'rasizlar. Ha, hurmatli obunachilar, mana shved buqalarimizni 25 milyon so'mdan so'rashdi mana, berishmabdi. Nomeringizni aytaverasiz? 88lik 960 0301 aloqaga chiqarishda hurmatli obunachilar ana. Yana video boshqa bor ekan agar. Yana ko'proq olmoqchi bo'lganlarga. Hammasi bir xil farudasi. Shvedskiy buqalarni ko'rasizlar. 25 milyon so'mdan savdo qilishdi, 5 yillasini berishmadi. Vedem aka. Gapirmaysan. Gap eshitdim. Yo'q, yo'q. Ochagan gapiga man hali yerda qolmasin endi. 10 millionga bermadim. Yo'q, endi uni gapirmang. Sizga 1 million o'tib beraman men. Martga man. Mart bo'lib ketdim o'zi. Voy, menga qara. 3 milyon o'tdim bo'ldi. Ozod. Bo'ldi baraka. 7 millionga bor baraka top. Men gapim bilan olyapti. Mana shu hamma uchun o'yinchisan bor baraka. So'ravam bo'la o'ldi. So'rab olaver. Endi gap sig'maydi. Gap sig'maydi, sig'maydigan narsa. Menga 500 gapirdim. Odam kerak. Qaysi biri? Ikkala katta sementalmi? Motori gapirdi. Ha, Yo'q. 7ga o'tiban beraverardi, men hozir gapirib bersinlar deyapti. Yo'q, baraka bersin mana. Bunday qilamizda 105 ga baraka bersam men tishimni oxiri ko'rsatmayman, to'g'ri. Menga qarang, to'xtang Ozodbek. 8 og'ringizga 500 ming o'tib beradi. Yeram Ozod aka endi. Endi og'ringiz kelyapti. Foyda qildimi Ozod aka? Yo'q, foyda qilsa men talashmayman. To'ri bitta o'g'anda. Bo'ldi, yarimga. Yarimga. Barakatli shoqqa. Bering. Yeram, men endi buni beram. 8 ga o'ynasam bo'ladi. Yo'q, og'ir bo'lmaydi. Yo'q, qo'shavering. Nima qila olmayman. Mana gapirim.
Ben 45'te mola yardım. 7,5 mi? Hozir bu ikkovi ham nari ikkovi sotilib ketdi. Ha. Shuni bo'lmagan. Mana hurmatli obunachilar, mana shu ikkala qizil novosimiz mana 107 million 500 ming so'mga baraka bo'ldi. Barakasini bersin. Baqa odamga mana biz. Uni odamga. Necha kilo ekan? 860 kilo keldi mana. 860 kilo. Gap yo'q. Nergis kelyapti? Bu chiroq ekan. 824 kilo keldi mana. Sabirxon endi. Hurmatli obunachilar, 824 kilo keldi. 824 kilo keldi. Gap yo'q. Shikalash 824.